Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Mana bu videomizda Xudo xolasa sizlar kutgan ma'lumot ro'za-yu Ramazon oyiga 35 kunlik paket haqida gaplashamiz hamda mana shu yaqin kunlarga 14 kunlik umra ziyorati haqida ham gaplashamiz. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Qandaydir kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalar, mana shunday yangiliklarni ko'rib borasizlar. Xudo xolasa yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Ro'za-yu Ramazonga niyat qilganlar juda ko'p. Shu haqda ma'lumot beramiz. Xudo xolasa 8-kuni Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bor. Bu 14 kunlik umra ziyorati bo'lib, bunda malakali liboschilar boshlaydi, ham ziyorat, ham sayohat, ham ibodatlar bo'ladi. 4 yulduzli mehmonxonalar, o'zimizda o'zbekona milliy taomlar beriladi. 24 soat transport xizmati ham bor. Sizlarning ibodatlaringiz uchun. Hamda 10-kuni Farg'ona jiddiy yo'nalishi bo'yicha ham reysimiz bor. Bu ham 14 kunlik umra ziyorati bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bunda ham barcha qulayliklar bo'ladi. Bu standart paketimiz bo'ladi. 11-kuni Farg'ona Madinadan ham reysimiz bor. Bu ham 14 kunlik umra ziyorati bo'ladi. Aytganimdek, malakali liboschilar boshchiligida ibodat, ziyorat, sayohat barchasi bo'ladi. Xudo xolasa bittadan ketayotganlarga firmamiz tomonidan mana bunday tejiklar beriladi. Mana bu yerda Telegram kanalimiz bor. Ular olmasalar ham bo'ladi. Hamda mana bunday sumka beramiz. Bu o'zlaring pasportlaring, hujjatlaringiz solish asqatadi. Atdan kelgandan keyin ham o'zimizda O'zbekistonda bir nimalarga asqatib qoladi, ishlatsalar ham bo'ladi, foydalansalar. Va yana mana bunday kamzillar ham beriladi firma tomonidan. Hamda 14 kun ziyorat qilib qaytayotganlaringda Xudo xolasa O'zbekistonga har birlariga 5 litrdan firmamiz tomonidan ham Zamzam suvi beriladi. Endi videoni boshlayotganimizdek, ro'za-yu Ramazon oyiga keladigan bo'lsak, Xudo xolasa ro'za-yu Ramazon oyiga 35 kunlik paketimizga qabullar boshlandi. Bu 35 kun Xudo xolasa 17-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha uchasizlar hamda 35 kun davomida o'sha yerda ibodatda bo'lasizlar. Kimdir niyat qilgan ro'za-yu Ramazon oylarida bor hayit namozlarini o'sha yerda o'qib kelaman deganlar bor. Hoji ota, hoji onalarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Hoji ota, hoji onam olib borib o'sha yerda ro'zalar tutib, ibodatlar qilib, hayit namozlar birgalikda o'qib kelamiz deganlar uchun maxsus tayinlangan bu paket. Xudo xolasa bu Farg'onadan uchadi 17-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. Shu yerga e'tibor beringlar. Farg'onadan uchasizlar, qaytish Jidda Namanganga qaytiladi. 35 kundan keyin Xudo xolasa Jidda Namangan bo'ladi. Ketish Farg'ona Jidda bo'ladi. Shunisiga ham e'tibor beringlar. Hamda to'lov masalasiga kelsak, bu 35 kunlik paketimiz $1650 qilib belgilandi. Xohlovchilar ofisga ham kelsalar, rasmiy kassalarimiz bor. Rasmiy kassalarga to'lovni qilib, chekin o'zlaring bilan olib ketishlari mumkin. Yo'q, ofisga bora olmayman deydiganlarga mana bunday bank shot raqamimizni beramiz. Telegramdan aloqaga chiqsalaring, o'zlaringga qulay banklardan to'lovni amalga oshirib, bankdan chekni olib, bizga Telegram orqali Zagrad pasportlaring bilan tashlab bersalaring, Xudo xolasa joylaringni bron qilib qo'yamiz. Yana qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Biz barchalarni kutib qolamiz. Bu ro'za-yu Ramazon oyida niyat qilganlar ilohim niyatiga yetsin. Barchamizga nasib qilsin ro'za-yu Ramazon oyida o'sha yerga borib, ziyoratlar, ibodatlarni qilib, hayit namozlarini o'qib kelish barchamizga nasib qilsin. Biz kuzatishda davom etinglar. Qo'ldan kelgancha sizlarga yangiliklarni ulashib boramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shunday yangiliklarni ko'rib borasizlar. Barchalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Agar kimdir qandaydir fikri bo'lsa, bemalol kommentariyaga ham yozib ketishlari mumkin. Hammalaringga rahmat.